Siz 3 soat terlab video montaj qildingiz va uni YouTube kanalingizga joyladingiz. Lekin videongiz rekomendatsiyaga chiqmadi va 40 ta prosmotr bilan qolib ketdi. Bu nimadan dalolat? Albatta siz videoni noto'g'ri joylaganingizdan dalolat beradi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana YouTube haqida kanali. Albatta videomizni oxirigacha ko'ring va videoni to'g'ri YouTube kanalingizga joylashni o'rganib oling va videongizni rekomendatsiyaga olib chiqing. Biz esa videoni boshladik. Albatta telefon orqali YouTube'ga video joylashning bir necha xil yo'llari bor. Albatta biz sizlar bilan hozir eng to'g'risini ko'rib chiqamiz. Siz albatta videoni oxirigacha ko'ring va o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Demak, biz birinchi bo'lib nima qilamiz? Chrome'ga kiramiz yoki любой brauzerga kiramiz va YouTube deb yozamiz. YouTube deb yozganimizdan keyin bizga shunday oyna paydo bo'ladi. Biz buni to'g'ridan to'g'ri bosmaymiz, chunki buni to'g'ridan to'g'ri bossak bizni YouTube programmaga o'tkazib yuboradi. Bizga esa bu kerak emas. Buning uchun biz nima qilamiz? Buni bosib turamiz. YouTube deganni ustiga bosib turganimizdan keyin bizga shunday oyna paydo bo'ladi. Bu yerdan bosadigan narsamiz Открыть новый вкладка группы. Mana birinchida turganini bosamiz. Bosgandan keyin mana bizda ikkinchi oynani paydo qilib berdi. Ikkinchi oynaga o'tganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga bizni kirgizib berdi akkauntimizga. Bu yerda endi qiladigan ishimiz nima? Tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz va kompyuterning versiyaga o'tib olamiz. Eng glavnisi. Nima qilamiz buning uchun? Versiya для ПК ni bosamiz. Versiya для ПК ni bosdik. Versiya для ПК ni bosganimizdan keyin bizni mana kompyuterning versiyaga o'tkazib berdi. Imенно bizga kerakli joyi bu. Demak, endi biz video joylashimiz mumkin. Buning uchun biz nima qilamiz? Mana kameraning ichida plus turibdi. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga добавить video va начать translyatsiya turibdi. Biz jonli efir qilmoqchi emasmiz. Shuning uchun biz добавить videoni bosamiz. Buni ham to'g'ridan to'g'ri bosmaymiz. Agar to'g'ridan to'g'ri bossak bizni YouTube studiyaga o'tkazib yuboradi, ya'ni programmasiga. Bu ham bizga kerak emas. Shuning uchun biz nima qilamiz? Yana buni bosib turamiz. Bosib turganimizdan keyin xuddi shu oyna yana paydo bo'ladi. Yana nimani bosamiz? Вкладка группы ni bosamiz. Mana o'zi biz вкладка группы ni bosganimizdan keyin ikkinchi oynani ham paydo qilib berdi. Mana YouTube studiyani kompyuterning versiyada o'tib oldik YouTube studiyaga. Mana o'zi выбрать fayli turibdi. Выбрать faylini bosgandan keyin biz mana instrumentini bosamiz mana bu yerdan. Buni bosganimizdan keyin biz to'g'ridan to'g'ri biz galereyamizga o'tkazib beradi. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli videoni tanlab olamiz. Mana bizga kerakli videoni bu yerdan tanlab olamiz. Hop, mana video joylanyapti. Uje mana video ketdi. Bu yerda mana birinchisi bu videoni nazvaniyasi. Ya'ni videoga nom berish. Asosiy qiladigan ishimiz hozir bu yerda videoga nom berish. Videoga nima deb nom berishimiz mumkin? To'g'ri video joylash. Men shunchaki yozib qo'ydim. Video nomi qisqaroq va tushunarliroq bo'lishi kerak. Описание keyingisi. Описаниеga ham xuddi shuni to'g'ri yozishimiz kerak. To'g'ri video joylash. Qolganlarini keyin dalcha yozishimiz kerak. Nima uchun? Chunki videoning nomi bilan описаниеni o'xshash qilishimiz kerak. Ya'ni o'xshash bo'lishi kerak. Bu YouTube'ning algoritmida bor narsa va kerakli narsa. Ikkinchisi загрузить значок turibdi. Загрузить значок. Buni bosganimizdan keyin bizni galereyamizga o'tkazib yuboradi. Mana bu yerdan galereyaga o'tdik. Bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlab olamiz. Ya'ni o'zimiz yasagan preview. Preview nima? Bu videoning ustidagi rasm. Eng kerakli narsa shu. Rekomendatsiyaga olib chiqadigan 60% narsasi shu. Chunki zritel, ya'ni tomoshabin shu telefonida YouTube'ni listat qilib ketayotganda, videolarni o'tkazib ketayotganda, sizning videoyingiz uni ko'ziga tushishi kerak va o'ziga jalb qilish kerak. Ashunda u sizning videoyingizga bosadi va sizning videoyingizni ko'radi va sizning videoyingizga prosmotr bo'ladi. Bu yerdan xohlagan previewni tanlaysiz, ya'ni o'zingiz yasagan preview tanlaysiz va bosasiz, bo'ldi. Shu bilan bu yerda joylanib qoladi bu yerda. Shu bilan bo'ldi. Bu значокdan o'tdik. Endi выбрать playlist. Albatta playlist bo'lish kerak kanalda. Chunki playlistdan prosmotr ko'payishi katta foyda beradi. Bu yerdan bosamiz, tanlab turib, OK deb bosamiz. Mana o'zi kirdi.
Bu yerda asosiy narsa ne для детей. Bundan oldingi videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, esinglarda bo'lsa, men buni to'liq aytib o'tganman. Agar esinglarda bo'lmasa, albatta videoni ko'ringlar va o'zingizlar bilib olasizlar bu nima haqidaligini. Demak, bu yerdan mana shunday holatda turadi. Razvernutni bosdik. Razvernutni bosganimizdan keyin bizga dalshi oynalar paydo qilib berdi. Biz bu yerda qiladigan ishimiz nima asosiysi? Добавить теги. Теги degan nima degani? Bu ключевой so'zlar. Kalit so'zlar. Sizni videoyingizni odamlar nima deb qidiradi? Xuddi shu so'zlarni yozib chiqamiz biz. Nima deb qidirish mumkin? To'g'ri video joylash. Vergul qo'yamiz. Vergul qo'yganimizdan keyin o'zi mana vergul qo'yib ajratib ketaverasizlar. Oxiri YouTube'da o'zi alohida tegi qilib qo'yadi. Agar kompyuterda joylaganimni ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunday qilib qo'yadi. Vergul qo'ygandan keyin bu tegilar ajrab turadi. Yana dalsh ketamiz. YouTube YouTube'ga video joylash. Demak, shunday darsh ketyapti. Shunday darsh yozaverasizlar, mana 500 tagacha mumkin. 500 dan keyin уже запрещено. Chunki bu yerda maksimum 500 yozishinglar mumkin. Hamma so'zlarni yozavermaysizlar, asosiy kerakli narsalarni yozasizlar. Nima bo'lish kerak? Bu yerda ham asosiysi videoning nomi bilan sizni tegiz ko'proq to'g'ri kelish kerak. Bu ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Demak, biz birinchidan o'tib oldik. Birinchi oynadan. Ya'ni mana bu yerda. Informatsiyadan. Endi o'tamiz, дополнительныйga o'tamiz. Uning uchun biz nima qilamiz? Daliyni bosamiz. Daliyni bosgandan keyin mana bu yerda nima turibdi? Добавить конечную заставку turibdi. Albatta videoga joylaylar konечный заставка. Konечный заставка degani bu videoda oxirida keladigan zastavka. Haligi video tugayotganda tepada videochalar paydo bo'lib qoladi. Ko'rasizlarmi? Kichkina. Xuddi shu konечный заставка deyiladi. Bu yerdan mana turli xillari bor. Buni tanlaysiz va konечный заставка qo'yasiz. Men любойni tanlayman. Bu yerda siz tanlaydigan video turadi и bu yerda sizga kanalingiz значок turadi, podpisatsiya bo'lishlik uchun. Agar bu videoni bossa, to'g'ridan-to'g'ri sizning ikkinchi videoyingizga o'tib ketadi. Biz bu yerda nima qilamiz? Elementni bosamiz va videoni bosamiz. Videoni bosgandan keyin playlist. Bu yerdan playlist tanlab qo'ydim mana. Bu yerda sami podходящий videoni bosib qo'ysangiz bo'laveradi, chunki yaxshi videoni rekomendovat qiladi YouTube. Bu yerda men o'zim tanlab qo'yaman mana. O'zim tanlab qo'ydim mana, ko'rdinglar? Bo'ldi. Uji bu yerdan mana chiqib ketib qoldi, uzr. Bosganinglardan keyin mana bu yerda sami podходящий video turibdi. Xuddi shu videoni joylab qo'ysanglar bo'ldi. Tushundinglar? Mana bu yerda saqlanib tugmasi chiqadi. Menda internet yaxshi emasligi uchun saqlanib videosi chiqmayapti. Demak, elementni bosamiz, videoni bosib turib, bu yerdan o'z xohlagan videoda vibrate video qilsangiz, o'z xohlagan videoni chiqarib beradi. Masalan, bu videoni joylasak bo'ldi. Tushundinglar? Bu konечный заставка deyiladi. Menda internet yaxshi ishlamayaptimi? To'g'ri ishlamayapti konечный заставка. Ataksizlarda internet yaxshi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri qiynalmasdan qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Отменить изменения. Bu yerda konечный заставка qo'yish kerak, chunki video IQda juda kerakli narsa bu. Добавить подсказка. Agar podskaskani bilsanglar, videolarni ko'rasizlar, tepasida yozuv chiqadi. Bilasizlarmi mana? Manaqa joylarda bunday qilsangiz mana shu videoni o'tkazib turib, videoni bosib turib, mana uni tanlasam mana, ko'ryapsizlarmi? Mana chiqib qoldi. Xuddi shu video tepada undoq bo'lib chiqadi. Shuni odamlar bossa, to'g'ridan-to'g'ri shu videoga o'tib ketadi. Mana o'sha bu yerda internet yaxshi ishlayapti, saqlanishni bosib qo'yishim mumkin. Ya'ni bu podskaska добавить qildim. Iloji boricha videoga qarab 5 ta video podskaska qilishga harakat qiling. Maksimalni 5 ta, minimum 4 ta. Shunaqa ko'proq qilaveringlar. Saqlanishni bosamiz. Uji bo'ldi, mana galishga. Bu galishga bo'lmayapti. O'zingizlar tanlab turib qo'yib qo'ysanglar galishga bo'ladi bu.
Demak, dalay ketdik. Bu yerda proverka ketgan mana. Ya'ni videoyingiz joylanib, proverka ketdi. Bu yerda o'zi aytadi, avtorskiy prava bo'lsa, bu yerda narushение найдено deydi. Agar yo'q bo'lsa, narushение не найдено. Hozir menda ne найдено turibdi. Menda avtorskiy prava yo'q, to'g'ridan to'g'ri joylasam bo'laveradi. Avtorskiy pravni ham yechadigan usullari bor. Albatta sizlar bilmasanglar, kommentariyaga yoki Telegramga yozinglar, men sizlarga tushuntiraman. Keyingisi dalayni bosamiz. Dalayni bosganimizdan keyin mana bizga уже videomiz загрузить qilishga tayyor turibdi. Bu yerda nima qilamiz? Albatta biz открытый доступni bosamiz. Chunki открытый доступni bosganimizdan keyin bu videomizni YouTube'dagi barcha odamlar ko'rishi mumkin bo'ladi. Ограниченный достуp bu faqat o'zingiz zritellaringiz ko'rishi mumkin bo'ladi. Ya'ni sizga подписка bosgan odamlar. Ikkinchisi доступ по ссылке turibdi. Bu silkasini tashlasangiz kimgadir, u odam silka bilan kirib ko'rishi mumkin bo'ladi, qolganlar ko'rolmaydi. Открытый достуp bu hamma ko'rishi mumkin bo'ladi. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu открытый достуp. Yana bitta narsa bor, bu yerda bu запланирование. Запланирование. Mana bu yerda xohlagan sanangizni qo'yib, misol ertagalik sanani qo'ymoqchimisiz? Ertaga bizda necha bo'ladi? 27-aprel bo'ladi, to'g'rimi? 27-aprel soat nechida misol? Soat 10 da qo'yaylik. Soat 10:10 da opublikovать bo'lsin desangiz mana. Bo'ldi. Shu bilan mana запланировать publikatsiyani bosasiz. Shu bilan video запланировать bo'ladi va ertalab soat 10 da bu videoyingiz kanalingizda avtomatik открытый доступda paydo bo'ladi. Shuni bosasizlar, mana. Уже запланировать ketdi уже menda mana. Ertaga 10 da men bu videoyim, hozirgi joylagan videoyim kanalda paydo bo'ladi. Men buni albatta o'chirib yuboraman, chunki menga kerak emas. Sizlarga aytadigan gaplarim shu edi. Ko'rsatadigan narsalarim ham shu edi. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Barchangizga rahmat. Sog' va omon bo'linglar.